Hammaga assalomu alaykum. Savdo sessiyalarini ko'rib o'tamiz. Bir xil treyderlar unaqa jiddiy qabul qilmaydi nimagadir bu mavzuni va bekor qilishadi. Video davomida nimagaligini tushuntirib o'tib ketaman. Ozgincha geografiya fanini ham eslab o'tamiz. Kelinglar oldin tanishib chiqaylik qanaqa sessiyalar bor, mabodo kimdir bilmasa. investing.com saytini ochib ko'rsataman. Любой tradingga aloqador saytni ochgan bo'lsanglar, agar O'zbekiston hududida yashayotgan bo'lsanglar, hozirgi vaqtda har doim +5 o'rnatib qo'yinglar. Karachi, Yekaterinburg, чтобы keyinchalik qanaqadir muammolar bo'lmasligi uchun. Xo'p, bizda 4 xil sessiyalar bor. Endi asosiysi 3 ta. Birinchisi Sidney, ya'ni Tinchlik okean sessiyasi, ikkinchisi Tokio Osiyo sessiyasi, uchinchisi London Yevropa sessiyasi va New York Amerika sessiyasi. Sidneydan boshlaydigan bo'lsak, eng tinch sessiya hisoblanadi. Umuman volatilnost ham bo'lmaydi, bozorda unaqa kuchli harakat ham bo'lmaydi. O'zbekiston vaqti bilan yetib ketaman. Ertalab kakrastaki bozor ochilganidan keyin mana Sidney, ya'ni Tinchlik okean sessiyasi bo'ladi. Keyin O'zbekiston vaqti bilan uje 4-5 lardan o'tayotgandan keyin uje Osiyo uyg'onadi. Mana agar dunyo xaritasiga qaraydigan bo'lsak, quyosh mana bu 10 tomondan chapga qarab ketadi. Ya'ni mana bundoq bo'lib ketadi, sekin yer aylanadi shu tomonga agar mana shu ekran tomondan qaraydigan bo'lsak. Ya'ni mana bu yoqdan sekin quyosh bu tomonga qarab yurishni boshlaydi. Va Yaponiya, Xitoy, mana Mongoliya, Rossiyaning bu tomoni, Indoneziya, Vyetnam ishqilib hamma Osiyo davlatlar mana shu 4-5 dan keyin bizning vaqtimiz bilan uyg'onishni boshlaydi. Quyosh yursa и уже O'zbekistonga qarab yetib keladi. Endi mana shu O'zbekiston hududiga o'zini nurini sochgandan keyin bizda ham vaqt shu 8-9 bo'lib qoladi. Oddiy qilib aytganda, qachon bozor ochiladi, qachonki odamlar ishga borsa, qachonki o'sha birjalar ochilsa, odatda bu 8, qaysidir davlatlarda 8.5, qaysidir davlatlarda 9 bo'ladi. Ofitsial ish boshlanishi. Shuni hisobga olamiz va dalshi ketamiz. Dalshi Osiyo sessiyasidan keyin uje Yevropa keladi. Mana Yevropa kakrastki Ukraina, Belorussiya mashdan uje kirib kelishni boshlaydi. Dalshi Yevropa bu tomoni bor, mana shu 10 tomoni, Vostok tomoni, endi o'zbekchasi bilmayman, va Zapad tomoni bor. Zapadda London, ya'ni Londonga yetib borishi uchun quyosh 1-1,5 soat vaqt ketadi. To есть Londonga kirib kelgandan keyin bozori harakati kuchli bo'ladi. Nimaga o'zi sessiyalarni tushuntiryapman? Chunki har bir sessiya kirib kelgandan keyin bozorda o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun Osiyo sessiyasini oladigan bo'lsak, Tinchlik okean sessiyasiga solishtirsa, unaqa harakat kuchli emas. Osiyoniki kuchliroq. Agar Osiyo bilan Yevropani solishtirsa, Yevropaniki ancha kuchli bozordagi harakati. Va albatta Yevropa bilan Amerikani solishtirsa, Amerikani harakati juda ham kuchli bo'ladi. Xo'p. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda Yevropa mana endi uyg'onyapti. Mana bu soya qoldirilgan MyFX Book sayti. To есть Yevropa ham endi uyg'onishni boshlaydi. Bizda hozir soat 11:30 ekan. Video yozayotgan vaqtim 12 bo'lishi bilan uje Yevropa kirib keladi. Mana soya mundoq yursa, uje Londonga keladi soat 1-2 larga. 2 ga kakrastki London sessiya bizning vaqtimizda ochiladi. Bozor shuna qilib ochilib yopiladi har kuni. Forex bozorini oladigan bo'lsak, haftada 24 ga 5, ya'ni xuddi banklarga o'xshab o'zini ish faoliyatini yuritadi. Bank ham xuddi shu haftada 5 kun ishlaydi, shanba dam oladi, lekin bozor 1 soatga yopilib ochiladi. Yilda 2 marta sezon vaqti o'zgaradi, ya'ni qishki va yozgi 1 soat oldinga orqaga surilishi mumkin. Shuni ham inobatga olinglar. Xo'p, kriptovalyutalar yopilmaydi, bozor 24 ga 7 ishlayveradi. Aksiyalarni misol uchun oladigan bo'lsak, Tesla kompaniyasini aksiyani oladigan bo'lsak, Amerika nechida ochiladi, yopiladi? 9 dan 6 gacha ishlaydi oddiy firmalar, kompaniyalar. Bizani
soatimiz bo'yicha O'zbekistonda 9 dan 6 gacha bu уже kechki payt 6 dan boshlanadi Amerika sessiyasi. Shuni ham inobatga olinglar. Masalan, bizning vaqtimiz bilan Tesla aksiyalari 5-6 lardan keyin уже ishlashga boshlaydi. То есть mana shu joyiga ham ahamiyat beringlar. Tak, qaysi sessiyalarda savdo qilgan yaxshi? Men o'zim savdo qiladigan vaqt bu Yevropa sessiyasi kirib kelishi bilan savdo qilishni boshlayman. Amerika sessiyasi kirib kelsa, ozgincha savdo qilaman. Mana shu New York kirib kelishi bilan, undan keyin o'zimizning O'zbekiston vaqti bilan soat 7 dan keyin bozordan chiqib ketaman. Chunki bozor harakati aynan Forexda sal-pal уже suslashni boshlaydi, lekin boshqa amerikanskiga tegishli aksiyalar yoki qanaqadir indekslar o'zini kuchida qoladi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Va misol uchun Yevropa bilan Amerika bir-biriga to'qnash kelsa, ya'ni Yevropa sessiyasi mana shu 12 lardan keyin, London sessiyasi 2 lardan keyin boshlansa, уже Amerika 6 larda boshlansa, bozor harakatini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana kichkina time frame ga qo'yaman, 15 minutliga. Mana shu shamchidan keyin, masalan, Amerika sessiyasi boshlanadi deylik. Qanaqadir mana bunaqa kuchli harakatlarni kuzatishingiz mumkin riski. Yoki odatda qanaqa bo'ladi, bu haqida ko'p video olganman. Yevropa sessiyasida, masalan, mana shu tillarni oladigan bo'lsak, mana ko'tarilyapti. Polni Yevropada tilla ko'tarilgan, lekin Amerikada tilla mana bunaqa qulashni boshlaydi. To есть bu narsa ancha yillardan beri kuzatilgan, boshqa treyderlar tomonidan ham, men tomonidan ham. Почти har kuni shu ahvolni kuzataman. To есть sessiyalar bozorga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Sessiyalarni albatta bilishingiz kerak. Ertalab Sidney bilan Tokioda, ya'ni Osiyo bilan Tinchlik okean sessiyalarida savdo qilishni umuman maslahat bermayman. Bozorda volatilnost yo'q. Объем ham, pul ham kirib kelmaydi bozorga. Bozorda qachon savdo qilish kerak? Qachonki bozorda harakat bo'lsa, misol uchun mana 1 soatlik time frame ga qo'yamiz. Kelinglar, oddiy parani olamiz. Tak. Euro out olib qolaylik. Mana 1 soat emas, yarim soatligiga qo'yaman. Mana agar hozir ko'radigan bo'lsa, bozorda unaqa kuchli harakat yo'q. Lekin mana bunaqa ora-orada ko'rsanglar, kuchli mana bunaqa tepaga, mana bunaqa impuls, tepaga, pastga. Misol uchun shunaqa harakatlar bo'lish kerak-da bozorda. Mana bunaqa yonga qarab sekin ketish kerak emas yoki to'xtab qolish kerak emas. Bozor har doim mana bunaqa o'rtacha tepaga pastga yursa, o'shanda sizlar ham bitiminglarni tez-tez ochib, tez-tez yopa olasizlar, o'zingizlarning foydalarini olib, misol uchun. Hamma uchun yaxshi bu. Bozor yurmayotgan vaqtda, demak, уже pul kirmayotgan bo'ladi. Katta yirik igroklar farqi yo'q. Odam bo'ladimi, hedge fondlar bo'ladimi, banklar bo'ladimi, ular demak, уже qo'pol qilib aytganda dam olayotgan bo'ladi. Misol uchun kim mana shu strategiyasini tekshirmoqchi bo'lsa, qanaqadir yangi strategiyalarni yoki kim stabil savdo qilmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu Yevropa sessiyasida ham savdo qilishingiz mumkin. Bizani fundamental USD ga tegishli yangiliklarimiz Amerika sessiyasiga to'g'ri keladi. Agar kim agressiv savdo qilmoqchi bo'lsa, tez pul ishlamoqchisizlar yoki tez yo'qotmoqchisizlar, misol uchun qanaqadir tez harakatlarni ko'rmoqchisizlar, o'shanda bemalol Amerika sessiyalarida savdo qilishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosib qo'yinglar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Hammaga omad, charchamanglar.